Assalomu alaykum Fath Mobile kanali obunachilari. Sizlar bilan yana Fath Mobile. Xo'p, biz ma'lum bir sabablarga ko'ra nomimizni o'zgartirdik. Hozirda do'konimiz yangi nomi Quva Mobile bo'ldi, chunki biz joylashgan joyimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida, Avtoshoh bekat vokzalida joylashgan. Xo'p do'stlar, ma'lum bir sabablarga ko'ra ancha uzilishlar bo'ldi. YouTube platformasiga o'zimiz videolarni joylay olmay qoldik. Endi xudo xolasa 2026-yilda mana fevral oyidan boshlab yangi videolar joylashdi. Sizlarga o'sha telefonlar haqida ma'lumotlarni, ular narx-navosi haqida yetkazib berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari do'stlar, shu 2026-yilda Instagram tarmog'ini ham yuritishni boshladik. Hozirda Instagramimizda ham 1000 taga yaqin obunachilar to'plashga ulgurdik bir oy davomida. Sizlardan iltimos bo'ladi, yana YouTube orqali Instagramga o'tib, oqtarsanglar Quva Mobile deb chiqadi. Shu kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa hammamizga manfaatli videolar joylab borishga harakat qilyapmiz. Xo'p, bugun biz sizlarga o'sha 2026-yil fevral oyida narxi 1 million so'm atrofida bo'lgan, holatlari yaxshi, xotiralari joyida, sim karta joylar registratsiyadan o'tgan, ishlatishingiz uchun ma'qul bo'lgan telefonlarni obzorini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bugun biz sizlarga mana shu 18 ta 17 ta telefonda 1 million so'mdan qilib beryapmiz. Buni orasida misol 50 ming qimmatroq ham bo'lishi mumkin, 50 ming atrofida arzonroq ham bo'lishi mumkin. Aloqaga chiqsanglar, bemalol o'sha sizlarga yetkazib berishimiz mumkin. Bundan tashqari vodiy bo'ylab dastavkamiz ham bor. Undan tashqari joylarga pochta orqali jo'natganligimiz uchun pochta xizmati qo'shilib qoladi. Xo'p, demak biz sizlarga boshladik. Sotuvimizda mavjud bo'lgan smartfonlarni. Xo'p, dastlab birinchisi Redmi ga oid bo'lgan Redmi 13S smartfoni. Ushbu telefonimiz 8 ga 256 xotirani qo'llab-quvvatlaydi. Holatlari yaxshi holatda, rangi qora. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, do'stlar 900 ming so'm qilib beramiz. 256 talik sim karta registratsiyadan o'tgan. Xo'p, keyingisi Poco brendiga mansub bo'lgan Poco C75 modeli. Ushbu telefonimiz ham 8 ga 256 xotirani qo'llab-quvvatlaydi. Holatlari zo'r holatda, deyarli yangi. Narxi esa 1 million 50 ming so'mga chiqadi. Xo'p, keyingisi Redmi dan Note 13 telefoni. Ushbu telefonimiz ham holatlari zo'r holatda, ekran sensorlari radni, alishmagan, 6 ga 128 talik. Bilasizlar, bular AMOLED displey, отпечатка barmoq izlari ekranda bo'ladi. 108 kamera bilan jihozlangan, narxi ham arzon, atiga 1 million 100 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, keyingisi esa Redmi ga tegishli bo'lgan Redmi Note 15G Plus telefoni. Ushbu telefonimiz 8 ga 128 talik xotirani qo'llab-quvvatlaydi. Holatlari ideal holatda. Bundan tashqari PUBG ixlosmandlari uchun ushbu telefonimiz 60 FPS ni to'la-to'kis qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, keyingi telefonimiz Redmi dan Note 12 telefoni. Ushbu telefonimiz ham 6 ga 128 xotirani qo'llab-quvvatlaydi. Holatlari yaxshi holatda. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, do'stlar, atiga 900 ming so'm qilib beramiz. Bu narxlar hammasi shu YouTube, Instagramga obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun amal qiladi. Xo'p, keyingisi Redmi 13 telefonimiz. Ushbu telefonimiz 8 ga 256 xotirani qo'llab-quvvatlaydi. Holatlari yaxshi holatda. Narxi do'stlar atiga 1 million so'mga chiqadi. Xo'p, keyingisi Redmi dan 14C smartfoni. Ushbu telefonimiz 8 ga 256 xotirani qo'llab-quvvatlaydi. Holatlari yangi holatda, zo'r sosteniyada turibdi. Narxi ham arzon, atiga 1 million so'm. Bu ham faqat o'sha obunachilarimiz uchun. Xo'p, keyingisi Redmi 15S. O'z bilasizlar, mana 2026-yildan boshlab 15 partiya chiqishni boshladi Redmi dan. Bitta o'sha Redmi 15S deyarli ishlamagan, 8 ga 256 xotira, holati yangi, narxi 1 million 100 ming so'm. Xo'p, endi Redmi dan ko'pchilik igrava telefon so'rayotdi, mana o'sha legendarniy bo'lgan Poco X3 Pro smartfoni. Ushbu telefonimiz 8 ga 256 xotirani qo'llab-quvvatlaydi. Deyarli o'yin o'ynalmagan, holatlari o'ta tiniq, yangidek holatda, narxi ham arzon, atiga 1 million so'mga chiqadi do'stlar. Xo'p, keyingisi Vivo. Endi chujoy modellarga o'tishni boshladik. Vivo telefonimiz 128 xotira, korobka dokumentlari bor. Bu telefon kimlarga tavsiya qilasiz desanglar, zaryadini o'ta uzoq ishlataman degan mijozlarimizga hamda aloqalari chekka joylarda, chekka hududlarda ham bemalol antennalar tutib berish xususiyatiga ega bo'ladi. Narxi ham arzon. Atiga 800 ming so'mga chiqadi do'stlar. Korobka dokument 128 talik. Xo'p, keyingisi Tecno Spark 10 Pro. O'sha Tecno oilasiga mansub bo'lgan Pro smartfonlardan biri hisoblanadi. Ushbu telefonimiz 8 ga 128 xotira bilan jihozlangan, korobkalari bor. Narxi ham arzon, atiga 900 mingga chiqadi. Xo'p, keyingisi ko'pchilik Honorga qiziqyapti. Mana Honor dastlabki modellaridan Honor X8 hamda Honor X7 Plus telefonlari bor. Ushbu telefonlarimiz 6 ga 128 xotirani qo'llab-quvvatlaydi. 7 Plus smartfonimiz 6,5 ming mAh batareyka bilan jihozlangan, korobkalari bor. Narxlari atiga 900 ming so'mdan chiqadi do'stlar. Xo'p, keyingi smartfonimiz esa Itel brendiga mansub bo'lgan Itel P65 modeli. Ushbu telefonimiz 6 ga 256 xotira bilan jihozlangan, holatlar ideal holatda, batareykasi sig'imi 5,5 ming mAh. O'zi ko'rishlaringizdan igravoy telefonlardek ko'rinadi, ham igravoy qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Narxi ham arzon, atiga 950 mingga chiqadi.
Xo'p, ko'pchilik Samsungga qiziqayotgandi. Mana Samsungda A32 telefoni bor hozirda. 6 ga 128 xotirani qo'llab-quvvatlaydi. Ikkita sim karta o'qiydi. Narxi 900 mingga chiqadi do'stlar. Hozir ko'pchilik 1 million 50 ming sotyapti. 900 ming qilib beramiz 6 ga 128 xotiraligini. Hop, keyingisi Oppo brendiga mansub bo'lgan Oppo Reno 7 telefonimiz bor. Ushbu telefonimiz Snapdragon 685 protsessor bilan jihozlangan. Operativkasi 8, xotirasi 128, 108 megapiksel kamera bilan jihozlangan. Ekranlari Super AMOLED bo'ladi. Bundan tashqari juda ko'p qo'shimcha funksiyalari bor bu telefonda. Ishlatganlar o'zi biladi, kommentariyaga yozib qo'yaverasizlar. Narxi ham arzon, atiga 900 ming so'm qilib beramiz. Xo'p do'stlar, biz sizlarga fevral oyida 1 milliongacha bo'lgan o'zimizda mavjud bo'lgan smartfonlarni tanishtirib o'tdik. Ushbu narxlar o'sha kanalimiz obunachilari uchun amal qiladi. Bundan tashqari YouTube orqali Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki Instagramga ham kunda yangi telefonlar joylab boryapmiz. Xudo xolasa hammamiz uchun manfaatli bo'lgan video bo'ldi degan umiddamiz. Sizlar bilan Quvonch jamoasi bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Qishda oxirgi oylarni sog' salomat o'tkazib olinglar.